Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz bugun o'zimizning birinchi tur lotereya o'yinimizga start berdik. Birinchi turimiz uchun 1,5 million rubl pul yutug'i ajratilgan. Bunda ya'ni bosh sovrin jackpot 1 million rubl. Ikkinchi toifadagi yutuq uchun 300 ming rubl va uchinchi toifadagi yutuq uchun 200 ming rubl pul yutug'i ajratilgan. O'yin qoidalariga kelsak, siz lototron tanlagan tasodifiy raqamlar, ya'ni 5 ta raqamni topishingiz kerak bo'ladi. Agarda siz tanlagan 5 ta raqam lototron tanlagan 5 ta raqam bilan to'g'ri kelsa, unda jackpot. Agarda 4 ta raqam to'g'ri kelsa, ikkinchi toifadagi pul yutug'i. Agarda 3 ta raqam to'g'ri kelsa, uchinchi toifadagi pul yutug'iga ega bo'lasiz. Bu yutuqdagi umumiy pul miqdorlarini toifadagi g'oliblar soniga qarab teng bo'lib beriladi. O'yinimizning shaffofligini ta'minlash maqsadida biz siz tanlagan kombinatsiyalarni elektron shaklda efir kuni, ya'ni efirdan oldin Telegram kanal va gruppalariga joylab boramiz. O'yinimiz esa har yakshanba Moskva vaqti bilan 19:00 da bo'lib o'tadi. Siz buni jonli efirda YouTube va Instagram kanallarimizda kuzatib borishingiz mumkin. Eng asosiy qismiga kelsak, bilet sotib olish uchun siz Telegram orqali adminlarimizga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Bilet narximiz esa atigi 200 rubl. Bitta bilet bu bitta kombinatsiya demakdir. Bitta kombinatsiya esa 5 ta raqamdan iborat. Xullas do'stlar, birinchi turimiz 30-mart Moskva vaqti bilan 19:00 da jonli efirda Instagram va YouTube kanallarimizda bo'lib o'tadi. Barcha savollaringizga Telegram kanalimiz orqali javob olishingiz mumkin bo'ladi. Bu hali boshlanishi, eng qizig'i hali oldinda. E'tiboringiz uchun rahmat, hammaga omad.